Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, iltimos ushbu ibratli videoroligimiz keng tarqalish uchun like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Qurbon hayiti oldidan o'rtahol oila boshlig'i jonliq olish uchun bozorga bordi. Semiz, chiroyli, ko'ngildagidek qo'yni sotib oldi. Yonidagi og'aynisiga "Do'stim, keling bu qo'yni uyimga olib boring. Meni zarur ishlarim bor, ulgurmay qolaman" dedi. Og'aynisi qo'yni olib do'stining uyi tomon ketdi. U manzilni mahalladagi qaysi xonadon ekanligini aniq bilmasdi. Allohning xohishini qarangki, u kishi qo'yni do'stining qo'shnisiga berdi. Xayolidan ko'tarilib jonliq kimniki ekanligini aytmasdan jo'nab ketdi. U qo'yni bergan manzil ahli juda faqir yashashardi. Yo Alloh, qaysidir solih kishining qalbiga solibdi-da, bizga ehson qilibdi deyishdi. Qo'y egasining ayoli qo'shnisini ko'rib, "Tavba, bularning o'zi bir ahvolda yashashsa, qo'yga qayerdan pul topishdi ekan" dedi. Kech tushdi, oila boshlig'i ishdan qaytdi. Farzandlari, ayoli uni odatdagidek kutib olishdi. Uyda qurbonlik shukuhi yo'q edi. Ayolidan "Do'stim qo'y olib kelish kerak edi, bugun sotib olgandim. Qani?" deb so'radi. Ayoli "Ha, aytdim-a, qo'shnimiz qo'y olganlarni ko'rdim. Do'stingiz o'shalarga tashlab ketibdilar-da. Boring xo'jayin, qo'yimizni keltiring" dedi. "Qo'ysangchi xotin, ularning farzandlari rosa suyunishgandir. Men qanday qilib ularning quvonchini tortib olay" dedi. Ertasi kuni tong otishi bilan u kishi yana bozorga bordi. Qarasa bir sotuvchi qo'ylarni joylashtirayotgan ekan. "Ya Allohim, zora shu kishining birinchi xaridori bo'laydi. Menga arzonroqqa, yaxshiroq qo'y bersa" deb sekin bora boshladi. Uni oldiga kelganida "Bilasizmi sotuvchi nima dedi? Yo'lda kelayotganimda qo'ylarim bilan baxtsiz hodisaga uchradim. Allohga shukr, men ham jonivorlarim ham omon qoldik. Alloh uchun birinchi kelgan xaridorga eng yaxshi qo'yimni bepul berishga nazr qildim. Qani birodar, tanlang, istaganingizni oling" dedi. Azizlar, agarda siz kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.